Bosh shtabi Xitoydagi TikTok navbatda Amerika tavasida oz degandimi 150 million kishining yonxoniga o'rnatilgan bo'lib, Xitoyning mazkur app orqali bargan sari yuqori pallaga chiqayotgan ta'sir ko'rsatish shaklidagi ag'daruvchilik harakati Amerika hukumatining diqqatini qo'zg'ayotganligi ma'lum. Amerika istixborot sohasimi Xitoy hukumatining TikTok orqali Amerika yoshlari orasida Amerika hukumatidan gumonlanish va hukumatga o'chmanlik qilish, shuningdek demokratiyani vayron qilish urinishining urug'larini chechayotganligini ko'plagan sonliq ma'lumotlar orqali ko'rsatib bergan. Mana bu xil orqa ko'rinish ostida Amerika Xitoy strategiyalik raqobat favqulodda komitetining raislaridan Mike Gallagher va Raja Krishnamurti bosh bo'lib tunishtirgan TikTokni ma'ni qilish qonun loyihasi tezla Amerika siyosiy sohasida zo'r qo'llashga ega bo'lishga boshlagan edi. 2024-yilning boshlaridan boshlab TikTokni ma'ni qilishni ovozga qo'yishda yangi xizmatlar ishlanib, 13-mart kuni bu vaqtda rasmiy ovoz berish haqida qaror olindi. On this vote, the yeas are 352, the nays are 65. Human rights in China, the Taiwanese Chambers of Commerce of North America, the Uyghur American Association. Şu münasebet bilen bu qatimki ovoz berish arifsida, yani 12-mart kuni kechqurun Amerika Davlat Majlisida mushu tema bo'yicha maxsus axborot e'lon qilish yig'ini It makes sure that ByteDance, which is beholden to the CCP, divests TikTok. Secondly, Amerika Avam Palatasining a'zosi Raja Krishnamurti apandi so'zlab, yillardan buyon Xitoy hukumati kontrolligidagi TikTok va boshqa ijtimoiy applarning xalq ommasiga zulm silish quroli bo'lib kelganligini, endilikda bo'lsa, bularning Amerika demokratiyasini vayron qilishga tadbiqlanayotganligini eskartdi. U mushu ahvollarni ta'kidlab, dal mushu xil qabih oqibat tufaylidan Nancy Pelosi xonimiga o'xshash Amerika siyosiyonlarining bu xil applarni ma'ni qilishni tashabbus qilganligi to'g'risida to'xtalib, turli reallik bizning TikTokni uzil-kesil ma'ni qilishimizning zarurligini ko'rsatadi dedi. Could be a Democrat, could be a Republican, it could be anybody. And we hope that all of our colleagues will be listening closely to what they have to say in addition to the speaker. Thank you very much, Mr. Krishnamurti. Amerika siyosiy sahnasidagi mashhur shaxslarning biri, Amerika Avam Palatasining sobiq raisi Nancy Pelosi xonimi shu qatorda so'z oldi. All of our social media, I say let's go tic-tac-toe, something better than TikTok. U o'zining hech qachon TikTok yoki boshqa applarga qarshi emasligini, aksicha TikTokning Xitoy hukumati uchun qabih niyatlarga vosita bo'lishi va zulmni ishga oshirishga hamdam bo'lishiga qarshi turganligini. Shunga bu qatimqi TikTokni ma'ni qilish haqidagi ovoz berishning adoqi maqsadimi TikTokni sog'lom bo'lishga buyurish. Buni xohlamasa taqib etish bo'lganligini so'zlab o'tdi. U buningga misol uchun Uyg'urlar, Tibetlar va Hong Kongliklarning mushu xildagi applarning ziyonkashligiga uchrab kelganligini, bu applarda saxta uchurlarga ko'plab yo'llandiganligini, shuningdek bu applarga doir uchurlarni Xitoy hukumatining kontrol qilib kelganligini alohida eskartdi. U mush so'zlarni qilib o'tib, lager shoidi Gulziraning qo'lidagi lozunkaga yozilgan "Hozir Xitoy hukumati TikTok orqali Uyg'urlarning ovozini tunjuqtirmoqda" degan xatlarni unlik o'qib chiqdi. And we want TikTok to divest from into Taiwan and say that the Uyghurs just love what the Chinese government. Bu qatimqi axborot e'lon qilish yig'iniga Amerika Uyg'ur birlashmasi, Uyg'ur kishilik huquq qurilishi, Uyg'ur harakati qatorli tashkilotlarmi aktiv ishtirok qildi. Yig'in ishtirokchilari ko'tarib olgan turli bayroqlar ichida Uyg'urlarning oyg'iltuzliq ko'k bayrog'i alohida ko'zga qotdi. Raja Krishnamurti apandining taklifi bilan so'z olgan Alfidar Iltabir so'z qilib, bu qatimqi TikTokni ma'ni qilish qonun loyihasini qat'iy himoya qilganligini bildirish bilan birga TikTokning Uyg'urlar uchun qanchalik ofat bo'layotganligini tilga olib, Sharqiy Turkistondagi qirg'inchilikda TikTok faol rol o'ynagan. Shuning uchun uning Uyg'ur qirg'inchiligiga sherik bo'lishiga xotima berishning payti keldi dedi. Facing survivor's guilt, transnational repression, and I also faced digital surveillance and online harassment. And unfortunately, our loved ones, brothers and sisters and parents are dealing with China's Uyghur genocide. And ByteDance uses TikTok to silence our voice, and we should stop this as soon as possible. 13-mart kuni tushdan burunqi ovoz berishda darvaqa TikTokni ma'ni qilish haqidagi qonun loyihasi 65 ga qarshi 350 kishiga ovoz bilan Avam palatasida ma'qullikdan o'tdi. Shuning bilan mazkur qonun loyihasining Amerika Kengash palatasiga yo'llanishiga yo'l ochildi. Navoda bu qonun loyihasi rasmiy qonunga aylansa, ByteDance shirkati uchun ikki xil tanlash bo'ldi ekan.
Biri TikTok'ni o'zlaridan ayirib tashlab, mustaqil shirkatga aylantirish hamda uni Xitoy hukumatining kontrolligidan xoli holda sog'lom taraqqiy qildira oladigan bir shirkatning sotib olishiga yo'l qo'yish. Ikkinchisi, navoda bu shartlar qabul qilinmasa, TikTok'ni Amerika tavasida ma'ni qilish hamda mazkur appni olma shirkatining app magazinidan chiqarib o'tish. This is not an attempt to ban TikTok. It's an attempt to make TikTok better. Tic-tac-toe, a winner, a winner. And here's what I have to say. The people of China have come forth. During the Taiwan election, TikToked into Taiwan that the Uyghurs, on whom there is a genocide exercised by the Chinese government, they have told the people in Taiwan that the Uyghurs like that genocide. Mazkur qonun loyihasi avam palatasidan ma'qullikdan o'tgandan keyin Nancy Pelosi xonim maxsus so'z qilib, biz hech qachon TikTokni yo'qitamiz demadik. Aksicha uni hukumatning bostirishlariga yordamda bo'lmaydigan shaklda sog'lom mavjud bo'lsin dedik. Chunki u Uyg'urlarni qirg'in qilishga o'xshash qabihlikka vosita bo'lmoqda. Agar ular biz degandek qilishni xohlamasa, bizning buni man'iy qilishdan boshqa tanlashimiz qolmaydi dedi. So this is controlled by the Chinese Communist government. Ma'lum bo'lishicha, mazkur qonun loyihasi Amerika Kengash palatasining ma'qulligidan o'tsa, tezdan Oqsaroyga yo'llanib, Amerika prezidentining imzo qo'yishiga topshirildi hamda rasmiy qonunga aylandi. Amerika prezidenti Joe Biden bo'lsa, bundan ilgari o'zining bu qonun loyihasiga imzo qo'yishga tayyor ekanligini bildirgan.